Salom hammaga. Sizlar bilan yana Shohcraft bo'ldi. Bizlar bugun do'stim bilan ulanamiz. Mana sizlarga ulanishni ko'rsatganman. Men 1.16 da o'ynayapman. Chunki do'stimda yangi versiya yo'qlik qildi. Shuning uchun 1.16 da o'ynayapmiz. Hozir do'stimiz ham qo'shilib qolishi kerak. Ungacha vaqt ketmasin deb daraxt chopib turamiz. Mana ikkinchisi ham Minecraft negadir qotyapti. Kichkina versiya bo'lganigami? Lekin keyinroq qotmasdan ketadi. Mana o'zi do'stimiz ham qo'shildi. Mana bu mening oldingi akkauntim Liya, o'shaning uchun Shohjahon deb chiqdi. Ismim o'zgartirilmagan. Avvalgi akkauntimda shunday qolib ketgan. Nega? U chiqib ketdi yana late game bo'lib. Yaqinda endi do'stimiz kirib qoladi. Uning ismini bilishni istasangiz ko'proq like bosing. Shu videoga 100 ta like yig'sa do'stimning ismini aytaman. Mana taxtalarni ham aylantirib oldik yog'ochga. Do'stimiz negadir qo'shilmayapti. Qayta kirib chiqayotgandir. Internet sal yomondir. O ana Shohjahon join the game. Mana kirdi, do'stimiz kiryapti. Bo'ldi, kirdi. Mana endi kirga yasab olamiz. Do'stimiz gapiradi, faqat sal kam gap. Voy brat. Hozir kirka bering, kirka. Mana bo'ldi, kirka berdim. Bizlar toshkovlashga kiramiz hozir. Yuring tez-tez, baribir hech narsa yo'q. Versakam olib qo'ydik. Xo'sh, Mana shu yerdan toshkovlashga kiramiz. kovlab chiqing, men hozir kovlab chiqing siz. Xo'p, mayli. Minecraft judalar ham qotyapti-da menda. Menda 1 gram ham qotmayapti. Internet yomondir balki. Yomon internet yomonligi bu aniq. Umasam umuman qotmasdan ishlaydi. Mana toshlarni ham kovlab olyapmiz. Ya'ni kovlab oldim. FPS'im yomon emas. Meni FPS'im 18, 27, 10 bo'lyapti-da shunday. Lekin qotyapti. Bilmasam yana nimadir bo'lgandir-da. Ha, bildim. Ko'p mod qo'shilgan ekan. Mana brat ham o'zi modlarni o'chirishga kirib ketdi Minecraftga. Do'stimizga sovg'a. Mana hozir brat kirib olsin, keyin bizlar versayt qo'yib yuboring. Ana noto'g'ri joyga olsam qo'ydi-ku. Mana endi kirka bilan topor solish kerak. Bar kirkam, ikkita kirkani ham o'zimga qaytarib berishgan. Toporni bering. Daraxt chopay bitcha. Mana endi o'zimizga ham ish qarorlar yasab olamiz. Kirka va kirkam bor aytmoqchi do'stimizga. O'zimizga topor, keyin do'stimizga kirka yasaymiz. Bo'ldi, do'stimiz o'zi uchun o'zi harakat qilib tursin. Unga tosh beramiz. Qanisiz brat? Men modim yo'qligi, mana sizga. Meni modim yo'qligi. Tosh bering. Mana shu hozir tosh beraman. Mana taxta, cho'p yasashingizga va mana tosh. Men mod qo'shmaganimga daraxtlarning ichi yopiq bo'lib qolgan. Shunga na iloj endi shunaqa ko'zimiz ko'r bo'lib o'tib ketamiz. Ekranni hatto yaqinlashtirib ham bo'lmasgan 1.16 da, lekin hech qisi yo'q.
Ekranni yaqinlashtirmasdan ham o'ynasa bo'ladi. Hey, brat, kirib ketishimiz kerak onga, tezlashing ey. Hop. Osonmi sizga yasash narsalarni? Oson, yasa bo'lganman. Minecraft qotayotgan payt yasashni ilojisi yo'q, juda ham qiynalasiz. Va bilmasdan sakrab yubordim. Tezlashing ey. Oson emas, juda Minecraft qotyapti. Mana sizga. Mana. Qo'ying. Mana. Qo'ydim. Bo'la qoling. Bilmay qoldim. Voy, mana bilmay qoldim. Voy, men bilmay qoldim-da. Bilganim yo'q, tezlashib spawn bo'ling. Spawn bo'ldim men. Mana spawn bo'libsiz, narsalar izlaganim yo'q. Terib oling tez. Konnechiga kiramiz. Mana bu taxta ham bor. Tezlashing ey. Muncha bosh og'riq. Boshim og'riyapti, o'shanga bosh og'rig'i bo'lyapti. Boshingizga ham aytdim. Tezlashing ey, kirib ketaylik shu verstakka 2 yil o'tirasiz. O'ynab ko'rsangiz bilasiz qotishini. Biz uzoqda turibmiz-ku, qanday o'ynab ko'raman? Abulli qotish to'xtadi. Get upagi. Upradim, xullas o'sha. Tosh narsalar bo'lganiga achibga berildi. Mana shu tarafga qarab yurib ketaveraychi. O qanisiz? Mana shu yerdaman. Qani? Mana shu yerlar hozir daraxt ustiga chiqaman. Mana chiqyapman. Chiqdim daraxt ustiga, qanisiz? Siz menga hech qanaqasiga ko'rinayotganingiz yo'q. Hozirda oldingizga boraman. 1.16 da strelkasi ham ko'rinmaydi. Nega shunday ham? Strelka ko'rinmaydimi? 1.21 da avval ko'rinar edi. Shu daraxtlarni ichi yopib sizni yoshiryapti-da. Menga ochiq, lekin men ko'zgo'rlik qilyapman. Yaxshiroq o'ynasangiz o'lasizmi? Yaxshiroq o'ynayman hali ham. Tezlash kerak. Va nihoyat mana tug'ilgan joyimizga keldim. Qanisiz, brat? Shag'ladaman, hozir sopib olaman. Men hamma joyim 4 tomondan daraxtlar qurishgan, hech narsa ko'rinmaydi menga. Qag'la yuribsiz mana. Men bunaqa joyga keldim. Bo'ldi, sizni ko'rdim. Shu versak qo'ying yerga. Qo'ying. Yo'q, sheddan qolib ketamiz. Xullas sheddan qolib ketamiz. Bo'ldimi? Kovlang, mana sheddan. Hozir Tezlashing. bilmay Jonga qoldim. tep ketding. Seni sizlarga hozir o'lib ketaman, Sen sizlarga men kelmayapti. Asabimni buzma. Men 2 martalab o'ldirdim. Men 1,5 ta jonim qoldi. Shu piridan qo'lingizni olib tursangiz o'lasizmi? Kiredi bosmam, ekranni bosib turgan paytim urilib ketyapti. Men o'ldiravering, ey. 2,5 ta jonim bor, ey. O'ldiring. Sizda to'la joningiz bor. Kechqurun chopdi, pastga tushish kerak tez. Bitta o'ring, shu qiyinmi? Qiyin-da, shu taforim joni ketqizish. Hag'la spawn bo'lib ketdisiz. Mana shu yig'layman. Narsalarimni topdim. Pastga tushamiz. Mana shu yerdan. Biroq kuchaygan, tez bo'lib ketadi. Men sekin ko'mir topdim. Tayizda g'or bor, ehtiyot bo'lib tushing. Xo'p, Men tushgan joydan tushing. G'orga yiqilib o'lmang yana. Va nihoyat g'orga tushdim. Endi cho'p yasolish kerak. Mana fatkel.
Ko'mir bering. Mana. Nihoyat. Yorug'lik biz bilan birga. Lava. Mana va ko'mir. Tepasida esa temir. Men o'zi omadli bachchamanda temir ko'p topaman. Siz hali beri temir topmadingizmi? Yo'q, topsam ham sizga aytaman, kovlab olasiz. Xo'p, Qo'lim berinadi men kovlashga. hali almaz narsalar topamiz. Shu tezlash. Bu versiyada qora tosh qo'shilmagani alam qiladi-da. Qora tosh qo'shilmagan bo'lsa, adashmasam 5-balandlikgacha bor. 5-balandlikdan keyin bedrock chiqar. Adashmasam shunday. Men omadliman. Yo, dunyoda tushganimga menga shunday ko'p temir chiqyapti. Men nima qilyapsiz, brat? Ko'mir kovlayapman. Sizni topsam bo'ldi. Mana topdim. Mana qo'yadi fakil. Creeper. Yarimta ham jonimni ololman. Mana bosh berkmadim bu yerda. Ochiq joy bor ekan. Mana. To'xtab turinglar, bir narsa qilib olay. Nima bo'ldi? Shu temirlarni portlatishga yo'l qo'ymayman, yaramas. Portlatysiz. Ana fakilimni oldim. Ana endi esa temirni kovlayman. Brat orqamdan kelavering. Xo'p. Mana temirlarni kovlab olyapmiz. Juda ko'p temirim bo'lib ketibdi. Mana shu yoqqa yurinchi, yoqqa borgansiz. Boruvdim boya. Xullas shu joyda birinchi qism tugaydi. Xayr, obunachilar.